Hammaga assalomu alaykum, tuzingizlar. Litvani Vilnus degan shaharida Lentvaris 7 degan manzilga keldik. Sababi kod 95 kartaga rasmga tushgani. Kirib kelishinglar bilan, stankaga kirib kelishinglar bilan bu yoqda halol tovuq go'shti, mol go'shti bor ekan. Hamma ovqatlari bor ekan. Kabob, mabob, xullas doner-konerlari bor ekan. Xullas bu yoqqa qarab yuramiz mana. Tak, sizlarga to'g'ri manzilni ko'rsatib qo'ymoqchiman. Hozir bitta pauza qilaman, chunki video uzayib ketishi mumkin bo'ladi. O'sha uchun. Tak, mana shu yoqda mana kirib keldik. Bu yoqda kabob. Kabobdan kelamiz. Lehkovoylar kiradi, mana Gruzovoylar kiradi. Shu o'rinda Flixbus avtobusini ko'rib qoldim. Bu Flixbus avtobusi ves Yevropa bo'yicha любой joyga borishinglar mumkin. Buni internetda предложенияsi bor. Предложенияni skachat qilib, bemalol zakaz qila olasizlar. Tak. Sizlarga mana shundan yaqinlashtirib ko'rsataman. O'sha ko'rib turgan eshiginglardan kirasizlar. O'sha ko'rib turgan eshiginglardan bundan kirasizlar-da. Ikkinchi etajga ko'tarilib, ana o'sha yoqda ADR, to есть ADR emas, kod 95 kartaga suratga tushasizlar. Unga Regitra degan programma bor. O'sha Regitra degan programmadan очередь olinadi. Очередь olinadi, kuni soat yoziladi. O'sha kuni soatida siz kelib shu joydan kod 95 kartaga rasmga tushib ketishingiz mumkin. Ishxonangizning manzilini berib qo'ysangiz, ishxonangizning manziliga bepul dostavka yetkazib beradi va ishxonangiz uni qabul qilgandan keyin siz misol uchun kadensiyada bo'lsangiz, kadensiyaga o'sha yurgan любой davlatingizda, qaysi davlatda yuribsiz? Fransiyadami, Italiyadami, Portugaliyadami, Shvetsiyadami, Norvegiyadami, Shvetsariyadami, xo'la любой joyga kompaniyangiz kartani jo'natib yuboradi. Salomat bo'linglar.